Har bir kvartirada yashaydigan insonlarni orzusidagi uy desam adashmayman. Sababini video davomida ko'rib olasizlar. Top uylarda bugungi obzorimiz yana ham boshqacha bo'ladi. Sababi bu ham toza havosini bitta ko'ringlar. Bugungi manzilimiz Qibray Vodokanal Nafis ko'chasi. Bitta mahallani ko'ringlar. Endi ichkariga kirib, to'liq obzorini ko'rsatamiz. Bitta like bosib qo'yishingizni chaqiraman. Uyimizning umumiy yer maydoni 7 sotixdan iborat, hujjatlarida 6 sotiq deb yozilgan. Shunaqana o'ng qo'lli oshxonamiz taxminan shunaqa ko'rinishda va bitta spalni, oldida ofis uchun joy va detskini bitta ko'ringlar. Mazzami va eng kerakligi ota-onalar uchun tayyor qilib, kengina qilib qilingan spalnimiz. Bu holda butun qarindoshlarni yig'ib, mehmon qilib o'tirsanglar bo'ladi. Uyimiz ichidan podvalga tushib ketirish uchun joy qilib qo'yilgan. Podvalni ko'rishingiz mumkin, kattagina. Uyimizning fasadi 27 metrdan iborat. Bu uyimizning narxini $190 ming deb baholadik. Yana egalariga aloqaga chiqib, kelishib olsanglar bo'ladi.